Murodlar nima qilishgan bilasizmi? Yuzi ayol kishining yuzi avrat emas desa, bo'lmasa ayolingizni yuzini ochib qo'yib qo'ying, tomosha qilamiz deb dvorniklarga xatlar qistirib ketgan ekan. Bu hojati yo'q ularga gapirishdi. Mana shu bo'lgan ekan. Boshaliq ekan. Assalomu alaykum. Tamam ekan. Allah sabr bersin. Allah rahmat qilsin ekan. Allah sabr bersin ekan. Islom ekan. Allah sabr bersin. Rahmat. Allah sabr bersin. Allah sabr bersin. Amaratini bog'iga musahab bo'lmaylar. Allah taqdiri. Allah sabr bersin. Allah sabr bersin. Tamam ekan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Alloh subhanahu va taolo mana shu kichkinagina surada dunyo jamg'arishlik, mol dunyo to'plashlikning orqasidan ketib, Allohning ibodatidan g'ofil qolgan kimsalarga xitob qiladi. Ey insonlar, sizlar to qabrlarni ziyorat qilgunlaringizcha, ya'ni o'lib qabrga kirib qolgunlaringizcha sizlarni mol dunyo to'plab ko'paytirish, ibodat qilishdan mashg'ul qildi. Yo'q, sizlar yaqinda bu qilmishlaringizning oqibatini bilursizlar. Yana bir bor yo'q, sizlar yaqinda bilursizlar. Yo'q, agar sizlar dunyoga qul bo'lib qolishlikni oqibati nima ekanligini aniq bilish bilan bilganingizda edi, bunday bo'lib qolmasdingiz. Qasamki, albatta sizlar jahannamni ko'rursizlar. Yana bir bor qasamki, sizlar uni aniq ko'rish bilan ko'rursizlar. So'ngra ana shu kunda albatta hayoti dunyoda sizlarga ato etilgan barcha ne'matlar to'g'risida mas'ul bo'lursizlar. Kichkinagina sura, lekin ma'nolari nihoyatda bir katta. Inson dunyoga Allohga qul bo'lishligi uchun kelgan. Ko'p marta aytamiz, va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Insonlar va jinlarni faqat o'zimga ibodat qilish uchun yaratdim dedi Alloh taolo. Endi inson ana shu asosiy maqsadini, dunyoga kelishigidan mo'ljallangan maqsadni tark qilar ekan, sabablar bor. Ibodatdan insonni to'sadigan sabablar nima? Birinchisi mana shu mol dunyo. Mol dunyo. Bola chaqa deymiz biz tilda. Alloh xitob qilib aytadi, qabrga kirib ketgunga qadar dunyo to'plashlik bilan ovora bo'ldingiz. Inson dunyoga shunchaki kelib ketgan emas. Har bir inson dunyoga kelar ekan, unga beriladigan savollar bor qabrga kirganida. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum va la auladukum an zikrillah va man yaf'al zalika fa ulaika humul khosirun. Ey mu'minlar, ya'ni mu'min kishini ziyonga uchratib qo'yadigan ishlarni Alloh taolo mana shu oyatda siz bilan bizga bildiryapti. Ey mu'minlar, na moli dunyolaringiz va na bola chaqalaringiz sizlarni Allohning zikridan, ya'ni ibodatdan yuz o'girtirib qo'ymasin.
Kimki shunday qilsa, bas, ana o'shalar ziyon ko'rguvchi kimsalardir. Insonni Allohni zikr qilishlikdan, Allohning qulchiligini qilishlikdan to'sadigan narsa moli dunyo va farzandlar deyildi. Bola chaqa. Sizlarning har biringizga o'lim kelib, Parvardigorim, meni ozgina muddatga hayotga qoldirsang, men xayr sadaqa qilib, solih bandalar qatorida bo'lsam, deb qolishidan ilgari biz sizlarga rizq qilib bergan narsalardan infoq ihson qilingiz. Har bitta inson dunyodan ketar ekan, orqaga qaytarilishini xohlaydi. Kofirlar xitob qiladiki, Parvardigor, qola robbirji'un, qaytaringlar meni, la'alli a'malu solihan fima tarakt. Hayotda qilmasdan tashab qo'ygan ishlarni shoyat qilarman, qaytaringlar deydi. Ya'ni inson dunyodan chiqib ketayotganini ko'rgandan keyin uyi ham qoldi, mashinasi ham qoldi, hamma yo'g'i qoldi. O'zi bilan olib keta olmayotgan paytda aytadiki, shu bir imkoniyat bo'lsa chiqardimda hammasini sadaqa qilib, savobini o'zim bilan olib ketar edim deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi: "Ya Rasululloh, eng afzal sadaqat qaysi?" Rasululloh javob berdilar: "Anta tasaddoq va anta sahihun, shahihun, takhshal faqr va ta'manul ghina." Eng afzal sadaqat bu o'layotgandagi qilgan sadaqasi emas. Kambag'al bo'lishidan qo'rqayotgan paytingda, boy bo'lishdan umidvor yurgan paytingda, sog' yurgan, baxil bo'lib turgan paytingda qilgan sadaqating eng afzal sadaqat. Ketar soatda falonchaga po'kincha demagin deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Chunki pul o'shalardagi bo'ldi. Demak, har bitta dunyoda ibodatsiz o'tgan, oxiratga intilmagan, dunyoda quli bo'lgan odam chiqib ketayotganda qolib ketayotganligini ko'rib alam qilib, qaytaringlar, sarf qilib qolay deb so'raydi. Walan yu'akhirallohu nafsan idza jaa ajaluha wallohu xabirun bima ta'malun. Alloh biron jonni ajal kelgan vaqtda vafot etmasdan qoldirmas. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardor. Bu foni o'tkinchi dunyo shunday bir chiroylikki, shunaqa jozibadorki, qurib ketgur, hech kimi chiqib ketgisi kelmaydi. U boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, dunyodan chiqib ketgisi kelmaydi. Bu shunday bir ziynatli qilib qo'yilgan ekan. Lekin mana shunday ziynatli qilingan dunyo la'natlangan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tillari bilan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, dunyo va undagi barcha narsa la'natlangandir, magar Allohning zikri, ibodati bundan emas. Soddaroq qilib aytsak, inson Allohni eslamasa, ibodat qilmasa, la'natlangan narsaning ichida yashab o'tib ketyapti. Agar bu dunyo, deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Alloh taoloning nazdida chivinning qanotichalik qadri bo'lganida, ya'ni siz bilan biz uchun nihoyatda qadrli-ku. Ozgina pul kelsa quvonib ketamiz, ozgina bir iqtisodiy zarar ko'rib qolsak jazobaga tushib ketamiz. Xuddi bir oxiratini yutkizib qo'ygan odamni singari bankrot bo'libdi desa, pulini bermay qo'ysa yoki bir dunyosidan mahrum bo'lib qolgan bo'lsa, oxiratini yutkizib qo'yganda odam jazobaga tushib ketadi. Payg'ambarimiz aytayapti, agar bu dunyo sizlar o'ylayotganchalik katta narsa bo'lganida, hadisning mazmuni, bu dunyodan kofirlarga bermasida bitta qush suv ichganchalik miqdorda ham. Bir qush suv ichib qancha ichib boradi? Bir xo'plam, ikki xo'plam ichadi, bir ikki tomchi. Xo'plam demaylik. Xo'plam bu bizning o'lchovimizda. Qush suv ichganchalik ham dunyodan ne'mat olmasa-da kofir. Agar Allohning nazdida qadrli narsa bo'lganida. Lekin Alloh taolo bu dunyoni, bu mal'un dunyoni mo'minga ham beraveryapti, kofirga ham beraveryapti. Demak, Alloh bir bandani aziz qilganligi uni dunyosi ko'p ozligi bilan baholanmaydi. Alhaakumut takasur. Qabrga kirib qolguninglarga qadar moli dunyoni ko'paytirishlik bilan ovora bo'ldinglar deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: odam bolasi meni molim deydi. Va hallaka ya ibnu adam illa ma akalta fa afnayta aw labista fa ablayta aw tasaddaqta fa amzayta. Meni molim deydi. Payg'ambarimiz so'rayaptilarki, ey odam bolasi, seni molingdan nima seniki? Yeb yo'q qilganingmi? Kiyib eskitganingmi yoki sadaqa qilib o'tkazib qo'yganingmi? Qaysinisi bizniki?
Chakana yedikmi? Chakana kiydikmi? Qaranglar. Nima bor hozir? Ertaga nima bor? O'tkazib qo'yganimiz biz ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa hadisda aytadilar: "Law kana li ibni adama wadiyani min zahab ahabba anna lahu wadiyan thalithan." Agar inson bolasiga 2 vodiy oltin berilsa, 3-chi oltin vodiyda ham orzu qiladi deydi. Yangiliklarni ko'ryapsizlar-a? Hozir dunyo miqyosidagi yangilik nima bo'lyapti? Hech kim ko'rmayaptimi televizor? Liviyada nima bo'ldi? Qazzofiyni o'ldirishdi. 42 yil taxtda o'tirgan ekan. Payg'ambarimiz aytayaptilarki, agar 2 vodiy oltin berilsa, 2 vodiy, tasavvur qilinglar qanchalik u maydon. 2 vodiy oltin berilsa, 3-chisini ham orzu qiladi. Insonni og'zini, ko'zini, qalbini faqat tuproq to'lg'izadi. Alloh tavba qilganning tavbasini qabul qiladi dedi. Demak, inson to'ymaydi ekan. Aytishlariga qaraganda 350 tonna tillasi bor ekan. Berkitilgan 350 tonna. Mana o'ldi. Qani o'sha tilla? Nimani olib ketdi o'zi bilan? 350 tonnani hisob kitobini olib ketdi. Shuni dunyo bo'ylab ochlikdan, qiyinchilikdan, mashaqqatdan, kasallikdan, qo'rg'oqchilikdan qiynalgan musulmonlarga tarqatib, savobini olib kelsa bo'lmasmidi? Qarang, barq qolib ketdi. Demak, u payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tonnalab aytmagan bu hadisda. Vodiy deb qo'yapti. Vodiy. Endi 350 tonna hech narsa emas. Agar unda 3 million 700 tonna bo'lgan chog'ida ham baribir nima qilmas edi? To'ymas edi. Endi o'limini qarang, qanaqa o'lim topdi. Jabbor, zolim, xalqiga zulm qilgan, nohaqdan qonlar to'kkan. Nima bo'ldi? 42 yil hukmda o'tiribdi. Qarang, 42 yil. Savol. Qani? Homon qani, Qorun qani, Fir'avn qani, endi Qazzofiy qani? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizni yaxshi ko'rgan. Ummatini yaxshi ko'rgan. Shuning uchun ummatiga nima kerak bo'lsa hamma narsani aytgan. Nima zarar qilsa, shu narsadan qaytarib qo'ygan. Parvardigor yetkizdimmi deb ummatidan so'raganda Hajjatul Vadoda, "Yetkizdingiz ya Rasululloh" deganda Parvardigor men yetkizdim omonatingni degan. Rasululloh bizni ustimizda nimadan qo'rqqan? Ya'ni nimadan xavotir olgan bizni ustimizda? Rasululloh aytadilar: "Mal faqru akhsha alaykum, walakinna akhsha an tuftahu alaykum ad-dunya fatatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Men sizlarda kambag'al bo'lib qolishinglardan qo'rqmayman dedi Rasululloh. Ya'ni bu qo'rqadigan narsa emas insonda faqir bo'lib qolishligi, balki sizlarda boyib ketishinglardan qo'rqaman deydi. Avvalgi ummatlar boyib ketib, bir-biri bilan musobaqa o'ynab halok bo'lganlaridek, moli dunyolar ko'payib ketib, dunyo eshiklari oldinglarda ochilib ketib, sizlarni ham halok qilib qo'yishidan qo'rqaman deydi. Payg'ambarimiz bizni kambag'al bo'lib qolishimizdan qo'rqmagan, bizni boyib ketishligimizdan, dunyoga berilib ketishligimizdan qo'rqqan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam faqir bo'lganmi, boy bo'lganmi? Payg'ambarimiz boy bo'lgan birodarlar. G'animalar, g'azotlardan tushgan g'animani 5 dan biri Alloh va Rasulininki bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boy bo'lishlik yoki kambag'al bo'lishlik ixtiyori berilgan. Bizga kimimizga ixtiyor berildi? Voy, biz hech qaysimiz kambag'allik tanlamasdik. Boy bo'lasanmi, kambag'al bo'lasanmi tanla desa, chunki biz aniq bilamizda boy bo'lish yaxshi. To'g'rimi? Lekin bilmaymiz asli qaysi narsa bizga foyda. Ehtimol ko'tara olmasman. Menga bersa, ehtimol sizga bersa ko'tara olmassiz. Haddingizdan oshib ketarsiz, tug'yon ketib qolarsiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga Jibril alayhisalom kelib, "Ey Muhammad, agar xohlasangiz, dunyo tog'larini oltin va kumushga aylantirib beraman siz uchun" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La, bal abqa abdan rasulan ashba'u yawman wa aju yawman ila an alqalloha subhanahu va taala." Yo'q dedi Rasululloh. Kerak emas. Alloh taologa ro'baro bo'ladigan kunimgacha bir kun och bo'lay, bir kun to'q bo'lay, Allohning faqir bandasi bo'laveray dedi.
ixtiyori bilan Rasululloh faqirlikni tanlayapti. Ixtiyori bilan yer yuzida xazinani to'plagan, boyligini katta qilib to'plagan kishilarning bittasi Qorun. Muso qavmidan bo'lgan Qorun. Bu boylikni mehnati bilan, kuchi bilan, harakati bilan, peshonasini terisi bilan toplagan. Alloh taolo shuni berib qo'ygan edi. Boy qilib qo'ygan edi birdaniga. Lekin bu kofir, bu nonko'r banda ne'matni shukridan ajratib qo'ydi. Ne'matni shukridan ajratib qo'ydi. Oqibati nima bo'ldi? Yer yutdi. Uni dunyosini kattaligini, boyligini, zo'rligini ko'rgan iymoni zaif odamlar aytishdiki: "Ya laytalana mislama utiya Qorun, innahu lazu hazzin azim." Hayotda dunyoni istaydigan kimsalar, qani edi bizlar uchun ham Qorunga ato etilgan mol va davlat bo'lsa edi. Dar haqiqat u ulug' nasiba egasidir dedilar. Havas qilishdi. Bilishmayapti bular. Qorun shu dunyosi bilan Allohdan to'silib qoldi. Shu boylikni ko'paytirishlik tashvishi bilan Allohni ibodatidan uzoq bo'ldi. Buni ko'rishmayapti. Faqat yiltiragan tomonini ko'ryapti. Albatta musulmon odam faqir bo'lgandan boy bo'lgani yaxshi. Xayr ehson qiladi, halolga sarflaydi, yetimni boshini silaydi, yurtini obod qiladi. Albatta yaxshi. Endi Alloh bermagan bo'lsa-chi? Ikkita odamni havas qilsa bo'ladi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bir boy odamni havas qilsa bo'ladi, erta-yu kech Alloh bergan davlatni o'ngga ham, chopga ham, oldiga ham, orqaga ham ehson qilib tarqatyapti. Ikkinchi odamni havas qilsa bo'ladi, bir ilm berilgan kishiki, bu ilmini erta-yu kech haloyiqlarga o'rgatyapti. Boyni boyligi havas qilinmayapti. Nimasi havas qilinyapti? Tarqatayotgan joyi. Parvardigor, agar menga ham shu ehsonlik qilib bersang davlatni bergin. Agar mumsiligim, baxilligim ziyodadigan bo'lsa bermay qo'y deb duo qilish kerak. Ko'tara olmaymiz deymiz u. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. Yer yutib o'rganidan keyin haliga havas qilganlar ko'z o'ngida. Va kuni kecha uning martabasini orzu qilgan kimsalar, vo ajab. Alloh bandalaridan o'zi xohlagan kishilarning rizqini keng qilib, tang qilib berar ekanda. Agar Alloh bizlarga marhamat qilmaganida, bizlarni ham yerga yuttirgan bo'lar edi. Vo ajab, kofir bo'lgan kimsalar najot topmas ekanda deb qoldilar. Mana aytdik, Allohni aziz qilishi iymon bilan, taqvo bilan, ibodat bilan. Dunyo bilan emas. Dunyo bilan emas. Firavn qayoqqa ketdi? Qorun qayerga ketdi? Hamon qayerga ketdi? Abu Jahl qayerga ketdi? Qozzofi qayerga ketdi? Nima qoldi ulardan? Yomon ismlari qoldi. O'zi bilan nimani olib ketdi? Qilgan amalidan boshqa hech narsani olib ketmadi. Oxiratga o'tib ketishdi. Qayoqqa ketishdi? Haqiqiy diyorga ketishdi. Asl maskanga ketishdi. Alloh aytadi: "Biz o'sha oxirat diyorini yer yuzida zulm, zo'ravonlik va buzg'unchilik qilishni istamaydigan kishilar uchun qilurmiz. Oqibat taqvo qilguvchi kishilarniki." Dunyoda qanaqa yashashdan qat'iy nazar, birodar, buzg'unchilik qilmang, fasod tarqatmang, ibodatda